Bozor tarafdan gelishsa Milsaxona 7001 kolda Erçek ko'chadan girib kelasiz. Erçek ko'chadan doğru gelsangiz yine bir de gırpı var. Zikesh bas, Zikeshni kapitalından girib boriladi. Yani şu joyni kapitalından girib boriladi. Ha. Bir yan tarafımız Karmata To'yxona, Karmata To'yxona tarafdan gelip bir de gırpıdan aylanasiz. Ha. Mektep Disat yakın ekan şöyle mektebam bor. Buradan girib borasiz. Bir de yine Zikeshni, bir yandan Zikeshni kapitalından girib kelasiz. Yine şu köprünü o'tganingizdan keyin şöyle yurib borasiz. Şöyle joy. Chap qo'lda. Şu ana shu ko'rib turgan yana 2 dona shipper, birinchi shipper, ana shu yana 6 dona joyni shipper. Sezon natijasida patologda ajoyib yangilik 23-noyabrdan 25-dekabrgacha bir oy davomida polniy pechat sezon natijasida patolog buyurtma qilasiz. Zamonaviy lyustralar bepul o'rnatib beriladi. Aksiyadan foydalanib qoling. Assalomu alaykum, baraka Turkiya kanaliga obunachilar. Hammangizga xayrli kun, kuningiz xayrli va barakali bo'lsin. Bugun sizlarga Ulug'bog'da ajoyib joyni reklama etacakman. Bu yerda 6 dona joy tushgan. Elde 3 joy, arkasında yana 3 joy bor bu yerda. Görüp turarlaringizdek, aholiga hujum, yaxshi yer. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Gazni birinchi to'shqisidan Gırpıda gaz gelib turibdi. Shu ko'rib turgan joylari sotiladi. Shipperlar ham ko'rishingiz mumkin, balandlatib, ajoyib ishlangan. Yevropeyskiy stilda. Joyning sifatini umuman gap bo'lishi mumkin emas, ajoyib joy. Yine bir de hamma joyda gaz, svet, suv bor. Gaz gelib turibdi. Gazdan muammo yo'q. Narxini video narxini aytib o'tamiz. Arzon narxda sotilyapti. Uyning ichini planlari bilan qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tamiz. Shunday joy olamonda bo'lgan donishmandlarga ina shu videoni tashlab qo'ying. Video bilan like bosing. Koridor. Keyin bu yoqda bir kat joy. Koridorning eni 1,5 metr, uzunligi 10,5 metr ekan. Keyin bu yerda bir kat joyni ko'rib turarlaringizdek. Ustlari ajoyib etib bostirilgan. 370 eni, uzunligi 5,5 metr. Ağaçları yakın etib, ajoyib etib bostirilgan. Akvaynalarning zo'rindan qo'yilgan. Suvoqlari ishlanib turibdi polniy. Yine ağaçlar ham yakın etib, ajoyib etib qo'yilgan. Videoga bir like bosing. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Yine 3 metr. Uzunluğu 380. Benden ağaçları bakot edip, yaxshi etib qo'yilgan. Fundamentlar ham ko'rib turarlaringizdek baland etib qo'yilgan. Bu yerda yana bir kat joy. Yine 3 metr. Uzunluğu 4,40. Uzunluğu 4,40. Yine 3 metr. Buradan da yine benim aşağı etseniz buladı. Kuchni. Bir de sanuzeli. Sanuzeller hem pişen kere işlengen. Yani yarımından ziyade onu pişen kere işlengen. Azı çarvağın hem koldan geçe tanıştırıp ötemiz. Ya bir ne çarvağı. Umumi yer meydanı 2 sotuk. Çarvağının görünüşü. Çarvağından kuyulup tuttu acayip etip. Bir de yazı tanası, bir anda katyolxana. Gaz, svet, su hemen her sabah. $4 yakında yine bir joy bor. Narxına gelgan bo'lsak, narxi shkolant narxda 260 milyon so'm. Yana üstünde gelişlerde 1-2 so'm qaytib gelişib beradi. 260 milyon so'm. Yetmeganda 1 oy, yarım oy durban beradi. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Egasini meni videoni sarlavhasida yozib qoldiraman. Kommentariya o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Joya faqat polkagasiz. Zo'r bo'lib qolsa, eshikdan kirasiz. Ajoyib kirib yashab o'tirasiz. Ko'p rasxod etilgan biri lekin suvoqlar ham ishlanib turibdi, yine ko'p dollaringizni tayyor